Azizlarim, hozir sizga 3 xil yo'nalishda juda ham cho'tki ozdiradigan mana shu setimizni tavsiya qilaman. Mendan ko'p so'raysizlar. Ham ichimni tozalab, ham atyoklarimni ketkizib, ham pitaniyamga nimadir bormi deb, aynan shu nabor siz uchun. Bu yerda 2 xil kokteylimiz bo'ladi. Kokteyllarning vkusini o'zingizga qo'yib beraman. Ya'ni xohlagan mazalarini tanlab olasizlar. Mana bu mahsulotimiz esa Drain Effect. Buni ko'pchilik biladi. Bu butun organizmdagi ortiqcha suvlarni yuvib tushiradi. Kokteyl esa aqlli ovqat, kuniga 200 kaloriya beradigan, har bir mazasida 23 xil vitaminga ega bo'lgan ovqat hisoblanadi. Va mana bu esa detoksning birinchi shagi. Detoksning vazifasi esa sizni ichaklaringizni shlak, jelch, musordan tozalaydi. Mana shu naborni olsangiz, mana bunaqa shaker naborda bo'ladi. Alohida idishini olib yurmaysiz. Shaker ham katta, bejirim 500 ml mana o'lchamga ega. Ichiga sut solasiz yoki suv solasiz va kokteyllarimizni tayyorlaysiz. Aynan shu nabor bilan